Okey, mer albatta rahmat. Ha, bo'pti, senga ishondimi? Da, qarzni o'zim qaytaraman o'z vaqtida. Okey, xo'p, hammaga assalomu alaykum bolalar. Men o'sha Felix, короче, bolalar, hozir merdan nechi stak, 7 stak $100 oldik, ya'ni qarz sifatida. Nima qilasan, men kerak shuncha pul desanglar. Короче, bolalar, men biznes qilmoqchiman. Nu, qanaqa biznes? Lekin hali beri biznes reja yo'q bolalar. Restoran ochsammikin-a? I don't know. Maybe bolalar, maybe. Lekin bu pulga normal, lekin narsa hisoblab plus bolalar menda kreativam bor. Onasini nemisinda, menda plus kreativam bor. Bilmadim bolalar. Xo'p, marketing xilasi bolalar. Bizning iqtisodda nima yo'q umuman. Ko'zga nima birinchi yo'l tashlanadi. Uylar bor, xo'p. Dalalar bor. Suv ham bor. Chiroq ham bor. Nima yo'q? Давайте bola so'raymiz. Короче, qishloq qara. Butun boshli shu shahardan bizani qishloqni ajratib turadigan narsa nima? Ya'ni bizda nima kam? O'ylab ko'raychi, hop, shaharda uylar bor, yaxshi. Xo'p, yo bizda ham uy bor-ku. Ularda mashina bor. Mashina. Addushi rahmat. Bola, давайте bolalar bitta mashina zavod emasu, bilmadim bolalar. Короче, mashina sotib biznes qilamiz bola, давайте. Bo'lmasa bizda как раз kreativ bor, давай bola shunaqa qilamiz. Bo'lmasa, albatta Jitilga rahmatcha. Rahmat, Addushi Jitil o'zi jigarim-ku bolalar. O'zim katta qilganman. Okay bola, come on baby. My baby, stop. Stop browser birinchi o'chirtda bolalar bizga katta kompyuter dala kerak. Davay mana notipaga olib qo'yadigan bo'lsak, pullarni. Okay. Endi bizga hozirchalik pullar kerak emas. Hozir bizga asosiy maqsadimiz bizani mana bu dalachani yo'qotish. To есть, shunaqa. Okay, let's go. Come on, my babies. Okay, let's go. Come on, bola, chittiramiz. Albatta bolalar, video boshlanishidan oldin like bosib qo'yinglar. Addushi yuradasizlar. Albatta bolalar, sizlar ham like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bolalar, biz uchun ajoyib bo'lgan bitta maydon tayyor bo'ldi. Ana endi bilmadim bolalar, yerni ham sotib olish kerakmidi? Bizga farqi yo'q bolalar. Lekin mod mana bu qo'ylarga bola bormi endi? Bola degan savol bor menda. Qo'ylarga bola bormi? Bu nima o'yingohmi nasallarga? Qo'ylarga bola bormi bolalar? Давайте, bo'lar. Bu xullas, короче, fazoviy shotgun ekan. Apabuyni unga mod. Apabuyni yo'q qilmayotgan endi bolalar. Shunaqa bo'lib hayvonlar mana nimaga yomon ko'raman men. Okay, tez tashlaymiz onasini emisan. Bo'ldi, ifsho bolalar. Ana endi biz nima qilamiz? Ana endi 1.12 versiyada men o'ylagan narsa bormi ekan? Yo'q ekan bolalar, men afsuski 1.12 versiyada men o'ylagan narsa yo'q ekan. Bu narsa krasavitsa ish bo'lardi. Necha bolalar? To'g'rimi? Necha. Muhimi siqilmaymiz bolalar, hammasi oldinda. To'g'rimi-da? To'g'ri. Ana endi bizga devorlar kerak bo'ladi. No stop. Okay, come on baby, chunki bol endi o'g'rib deganlar bor, to'g'rimi? Shunaqa o'g'rib tushmasligi uchun yaxshiyamki bolalar bizda shu mod bor. Albatta buning uchun hacker va rekerga rahmat aytamiz. Okay, let's go. Hop, ana endi buni shundoq turgan. Let's go. Come on, manimcha bola yomon emas. Albatta mashina sotish joyimiz qalay chiqyapti? Albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Короче, bora tushungan bo'lsangiz, o'sha hozir menda bor 7 stak pulga men mashina sotib olmoqchiman, lekin hozir emas. Hozir asosiy o'sha joyi qilish kerak, ya'ni joyi tayyor qilish kerak. Endi odamlar nima deydi? Odamlar nima desin, yashaylik deb yashaymiz. Endi biz axir o'zbekmiz, to'g'rimi bolalar? 100%. Hop, okay, mashina bemalol kirib chiqib yura olish kerak. To'g'rimi bola? Va bizga zanjir kerak, chunki bilmadim endi o'g'irlar
o'g'ri deganlar deb bor, to'g'rimi bolalar? Xo'p, buni yo'q, undoq qilib turib tekis. Yopinglar habibi. Hop. Shundoq qilib turib to'g'rimachasiga bundoq qilamiz-da bolalar. Xo'p, ana endi buni yana shundoq qilib turib aylantirib chiqamiz. Bu albatta kimga yoqayotgan bo'lsa like bosib qo'yinglar va kommentariyaga bo'yayotgandek baholab qo'yinglar. 10 ballik sistemadan necha chiqdi deb. Okay, let's go. Come on, baby. Nice, bolalar. Perfect banana вообще. Hop, buni bilmadim bolalar. Qanday bo'ladi endi? Yo'q. Chotki bolalar, endi bizga bitta mana bu kerak bo'ladi. Mana bu kerak bo'ladi bizga va pap. И всё bolalar, bizda maydoncha tayyor. Xudo xolasa ana endi qo'ygan ozgincha ishlar qoldi. Shuni bitirib olsak, ya'ni bu yerda ofischa bo'ladi, kichkina endi. Odamlar sotib olish uchun, odamlar emas, qishloqlar sotib olish uchun o'zimiz special for qishloqlar uchun qilamiz. Qishloqlar bo'lmaganda bizning klientlar ham bo'lmasdi. Axir klientlar-ku qishloqlar. To'g'rimi bolalar? Okay, yana bunaqasiga yo'q. Loyman bolalar. Loyman. Come on baby, my babies. Let's go, come on. Ana endi bolalar maytdan shuni eshichi. Va ustini yopish kerak buni. Ustini yopish kerak bolalar. Okay, let's go, come on. Stop. Bizga svet kerak. Stop. Axir bizda to'g'ri qishloqdamiz, lekin sal takomillashgan, to'g'rimi? Shundan bolalar bizga takishdi. Takomillashgan svetilniklarni qo'yish kerak. Okay, my babies. Okay, ana endi botga bolalar nima desam bo'ladi? Asota bolalar hali ham qanaqadir qop-qorong'i, baribir svet yetishmayapti, короче. Nima ham derdik bolalar? Boriga shukr, yo'g'iga sabr bolalar. Yo'qay buni. Okay, ana endi bilan yig'ishib turgan holatda bizga bunaqangi stollar kerak bo'ladi, qora kattalarniki va dokumentlari uchun alohida shkafchalar. Va odamlar o'tirishi uchun qulaylik uchun mana bular kerak bo'ladi. Mana mana. Hazillashdik bo'la. Mana. Xo'p, mana shu bo'ladigan bo'lsa, odamlar o'tirishi uchun mana shu yerga joycha, mana bu yerga ham joy, endi ko'p ko'ra mijoz bo'lib qoladigan bo'lsa, yo'l qolmasligi uchun va orqada hamma mashinalari, dokumentlari turadi, xudo xolasa. Okay, bo'lar. Hamchi yomon emas boshlanishiga. Yomon emas, botga qanaqangi stolni qo'yamiz. Ana oddiy shu o'tiradi, to'g'rimi? Bizga o'sha oddiy stollar ham. Okay, bo'ldi bolalar. Buni esa bundoq qo'yamiz va botga bitta notebook qo'yib qo'ysak, takoy turadi hammasi. Balki kompyuter notebook ham bo'lar hozirlik bizga. Notebook ham bo'laradi va agar mijoz zerikib qoladigan bo'lsa, bu yerga bitta televizor qo'yish kerak. Televizor kattasidan albatta. Bo'lmasa mijozlar arazlab ketib qolishi mumkin. Okay, mana kirib chiqishga shuni televizor bilmadim, tushib ketib qolsa nima bo'ladi? Mana bemalol odamlar ko'rishi mumkin bo'ladi. Mana shu to'g'rimi bolalar? Ana endi hamma pulimga bo'lim mashina sotib olaman va o'shanda videoni yoqaman. Okay, Felix armiyasi bolalar, hamma pulimga короче mana ko'rib turganingdek ham mashina, balobattar, qanaqa savatchalar, buni ham haydasa bo'ladi bolalar, takishto. Mana meni haydasanglar bo'ladi, yuppi deb. Buni haydasanglar bo'ladi va samolyot, smart karlar, albatta Elon Musk olib keldi hammasini, bu yerda bayklar bemalol haydasanglar bo'ladi bolalar. Mana qanday uchirgan moslamanlar onasini hamsan. Da bolalar hammasini olib kelib qo'ydim. Ana bolalar soqqona soqib qo'yganman. Ko'ryapsizlarmi? Uchadi ham даже, uchadi ham cho'moslar bolalar, easy вообще. Давайте bolalar, давайте. Hop, ana endi nima ham qilardik bolalar? Klientlarni stop, qani bizani eshigi, bizadangi qanaqa nima desam bo'ladi? Bizda faqat qorin kattadan eshik turish kerak va mana bularni qo'yadigan bo'lsak, bolalar bo'ldi, chotki hammasi. It's just as expected. Yo'q-yo'q. Ana bo'ldi bola, takoy bo'ldi. Ana endi tepaga mana bularni yoqib qo'yamiz. Men tarafga ham bitta yoqib qo'yadigan bo'lsak,
mijozlarni tepasiga ham va yana bitta maytga ham. Bo'ldi, hammasi chotki va maytga mana bunaqa qo'yib qo'yamiz. O'zimga ham kerak bo'lib qolishi mumkin bolalar. Да, bolani endi faqatgina klетlarni kutsak bo'ldi. Ну да, давай endi soqqani soqqaveramiz. Давайте bolalar. Aytgancha bo'la esdan chiqib qolibdi. Axir bizga benzin ham kerak. No albatta benzinni ham pulli qilib qo'yamiz. No balki yo'q bolalar. Pulli qilamiz. Albatta, axir bu biznes. Biznesda tekin narsani o'zi bo'lmaydi albatta. Okay, let's go to'ldirib qo'yamiz ozgina. Nota to'ldir. Agar bo'shab qolsa ham to'ldirib qo'yaman bolalar. Va okay, hamma mashinaning kaliti menda bor. No hammasi emasu, yarim mashinaning kaliti menda bor. Короче, qolganlariga men bu turibdi, короче. Endi kutamiz bolalar, nima ham qilardik. Okay, bo'lmasa, nima ham qilardik, kutamiz endi. Bolalar, bizda yaxshi va yomon xabar bor. Yaxshi xabar, bizga yarim soatdan keyin mijoz kelgani yo'q. Men kontrolni o'tiribman serkamdan va bizani kreativimiz tugadi. Nima ham qilardik bolalar. O'tiramiz. Yo'q, qanaqangi joy bor. Mer keling bizni Ziyotog'a avto servisiga xush kelibsiz. Qani mashina olmoqchisiz? Bilmadim, endi biz bir qishloqni bolasi, davay ko'rsatchi. No, okay, bo'lmasa yuring, janob mer. Mana, xo'p, siz uchun juda ham qariyalar uchun вообще komfort. Borib qolib, hali men yoshman. Yo'q, mana bo'lmasa bike yoshlar uchun. Bo'lmasa qaraman. Yo'q, bittasi tanlang endi. Xo'p, mana buchi. Samolyot uchun mazza qilib katesta qilib aylanib kelasiz. Bilmadim, tanlovman-ku. Va bu qanday? Yo'q, mana haq go'zallik. Mana shu olaman, mana shuni o'rab ber menga. Mana shu yo'q, turishlari ham jonningdir. Mana shu o'rab, mana shuni o'rab ber, mana shu o'rab ber. Okay, bo'lmasa yuring, rasmiylashtiramiz. Qani sekin, bo'lmasa yuring. Mana bu yerdan benzin o'zi benzinlimi nima u? Короче, janob mer, u demak, xo'p, hozir u $500 ekan. Aha, hozir. Okay, bo'lmasa sizning nomingizga rasmiylashtirib qo'yaman. Agar yana ya'ni Ziyo avto servisda mashina oladigan bo'lsangiz, sizga 10% skidka bo'ladi. Okay, rahmat, barakalloh. Yaxshi. Bo'lmadi, meniki doraymi? Da, bemalol. To'y bolalar, o'zi onasining $300 olganman, lekin ustiga narmanlikini qo'shib 500 ga sotdim. No, narmanli bolalar. Masoqqani bu yoqqa qo'yamiz, kutamiz bolalar. No, biznes bolalar. Albatta, xayr, men o'sha Felix bo'ldim va keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.